Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaş ve en esil mediheler, alemlerinin yaratquchisi ve pervişçisi Allah Teala'ga xasdır. Haq dinni bizlerge yetkizgen suyumlik peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durud, dua ve salam yollayman. Hürmetlik okurmenlerimiz, növette huzurunlağa İslam Aqideler namlı kitapının davamını sunumuz. Allah Teala'ga iman keltirish. Allah Teala'nın mevcutluğu. Dünyada hech qandaq din ve hech qandaq bir falsafa Allah Teala'nı İslam dini ta'riflagandek mükemmel ve to'g'ri ta'riflagan emas. İslam dininin dasturi bo'lgan Qur'oni Karimning xabar berishi ve musulmonlarning e'tiqodi bo'yicha Allah Teala birdir. O azaldan bor bo'lgan, hammani yaratgan ve hammani parvish qilib turayotgan ve hamma jonliqlarga rizq berayotgan yolg'iz ilohdir. O zotida, barcha ism sifatlarida ve barliq ish harakatlarida eng mukammal ve yagona ilohdir. O jism emas, zaman ve makonga maxsus emas. O hech narsaga o'xshamaydi ve hech narsa uningga o'xshamaydi. O hech narsada o'rin olmaydi ve hech narsa uningda o'rin olmaydi. O hammadan behojat bo'lib, hech kimga hech narsada hojat tushmaydi. Aksicha, hamma uningga muhtoj. O eng mukammal sifatlarga ega bo'lib, barliq ayib nuqson va kamchiliklardan albatta pokdir va ustundir. O bola topganmi emas, tug'ilganmi emas, hech kim uningga tangdosh emas. Alloh taolo mutlaq kuch-qudrat, cheksiz ilm hikmat egasi bo'lib, koinotni idora qilishda inson, hayvan, uçar qush ve haşaratdan ibaret barcha jonliqlarni rizqlantirishda ve o'ltirish, tirildirish, boqilish, yo'q qilish qatorliq barliq ish harakatlarida yegonadir. Uning sheriki yoki yordamchisi yo'qdir. Koinotda qandoqli bir ish bo'lmasin, cho'qim uning irodasi, ilmi ve taqdiri bilan bo'ladi. Alloh taolodan iborat tangdoshsiz bir yagona iloh uchun bu eng mukammal ve eng adolatlik bir ta'rifdir. Allah Teala ba'zi faylasuflar tasavvur qilgandek koinotdagi yoshirin kuchma emas. Materializmchilar da'vo qilgandek tabiat yoki koinot emas. Yahudilar bilan xristianlar e'tiqod qilgandek insonga o'xshash emas. Balki u koinotni va uningdagilarning hammasini yaratgan. Maxluqotlarga o'xshamaydigan qadimiy ilohdir va haqiqiy ma'buddir. İnsanның vijdonida mush tushunch yerlashgandan keyin uning hayotida to'liq bir xotirjamlik, fikriy qanoat va huzur halovat hukm suradi. Chunki u o'zining adolatlik, to'g'ri ish qiladigan, rahim shafqatlik bir ilohning tasarrufi ostida ekanligini his qiladi. G'am, qayg'u va andisha deganlar uning hayotidan o'rin topolmaydi. Natijada hayotning ta'mini va halovatini tetiydi. Buningdan ortiq saodatmanlik bormi dunyoda? Allah Teala'nın mevcut ekanligi dalil isbotga muhtojmi? Allah Teala'nın mevcut ekanligini dalil isbotlari bilan ko'rsatish hojatsiz. Chunki Allah Teala'nın mevcut ekanligini ko'rsatadigan sonsiz alomatlar atrofimizda har vaqt o'zlarini namoyon qilib turmoqda. Koinotdagi har bir alomat va har bir mavjudot Allah Teala'nın borligini isbotlab turmoqda. Allah Teala'nın mevcut ekanligiga dalil isbot talab qilish xuddi ochiq kunduzda osmonda quyoshning borligiga dalil isbot talab qilganga o'xshash bema'nilikdir. Ahvol shundoq turibmi, xuddi amo kishilar kunduzdagi quyoshning ko'zlarini chaqnatadigan parqiroq nurni ko'ramaganidek, ba'zi insonlarmi o'zlarining kundalik turmushida hamisha namoyon bo'lib turgan Alloh taolaning mavjud ekanligi va uning cheksiz qudratini ko'rsatadigan sonsiz alomatlarni ko'rolmayotmoqda. İnsanlar arasida kufrning maydonga kelishi mana bu sababdan edi. Shu vajidan Alloh taolaning mavjud ekanligini isbotlaydigan dalil isbotlardan ba'zisini keltirishga to'g'ri keladi. Alloh taolaning mavjud ekanligining dalili. Savol: Alloh taolaning mavjud ekanligining dalili nima? Javob: Alloh taolaning mavjud ekanligiga dalolat qiladigan dalil isbotlarni sanab tugutish mumkin emas. Allah Teala'nın məxluqatlarının saniçi dalillər onun barlıqı keskin dalalat qılады. Dünyadaki her bir mevcudat özüdeki ve etrafıdaki Allah Teala'nın mevcutluğu ve onun
yoki yegona yaratuvchi ekanligiga dalolat qiladigan nurg'un alomatlarni bayon qilib turmoqda. Hammaning yaratuvchisi Alloh taolodir. Bu ma'noda Alloh taolo mundaq deydi: "Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin." Ya'ni osmonlarda va zaminda chin ishonguvchi mu'minlar uchun Allohning borlig'ini va qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Bir arab shoiri mundaq degan ekan: "Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu al-wahid." Har narsada Alloh uchun bor alomat, birligiga qiladi cheksiz dalolat. Koinot va uningdagi jonliq, jonsiz barliq shaylarning qandoq paydo bo'lganligi haqida izlanib, uningga javob topmoqchi bo'lgan har qanday kishi tövendagi 4 javobdan boshqasini topolmaydi. Birinchi, koinot va uningdagi shaylar o'zligidan paydo bo'lgan. Ya'ni moddaning zarralari aql, idrok va tafakkur qilish qobiliyatiga ega bo'lish orqali koinot va uningdagi barliq shaylarni vujudga chiqargan deyish. Bundaq javob aqlga hargizmi muvofiq kelmaydi. Chunki tosh, suv, havo, tuproq va ulardan boshqa moddalarda aql, idrok va tafakkur qilish qobiliyatining yo'qligi hammaga ma'lum. Tarixdan beri hech bir zaman ularning aql, idrok va tafakkur qilish qobiliyatiga, shundaqla yaratish qudratiga ega bo'lganligi ma'lum emas. Ahvol bundaq ekan, hech qanday aql, idrok yoki kuch-quvvatga ega bo'lmagan moddalarning koinotni emas, balki o'zlarini borliqqa keltirolmaydiganligi aniqdir. Shuning uchun bu javob hech qanday ilmiy asosga ega bo'lmaganligi uchun rad qilinadi. Ikkinchi, koinot va uningdagi shaylarni tabiat yaratgan deyish. Agar biz bu javobdan beruvchilardan tabiat degan nima deb so'raydigan bo'lsak, ulardan ba'zilar tabiat koinotning manzarasi deb javob beradi. Buningdan ma'lum bo'ladiki, koinot yo'q ekan, tabiatmi yo'q edi. Chunki bir narsaning manzarasi shu narsa mavjud bo'lganda ondan mavjud bo'la oladi. O narsa bo'lmasa, manzarasi bo'lmaydi. Undaqda tabiat burun o'zi yo'q turib, qandaqmi koinot va uningdagi shaylarni yarata oladi. Agar biz tabiatni koinotdan burun bor edi deb faraz qilgandimi, tabiat aql, idrok va kuch-quvvatga ega bo'lmagan bir narsa turib, qandaqmi koinotni va uningdagi shaylarni, jumladan aqlli insonlarni yarata olsa, ulardan ba'zilar tabiatni koinotning o'zi deb ta'riflasa, ba'zilar uni yoshirin kuch deb ta'riflamoqda. Bu yoshirin kuch Alloh taolaning qudrati bo'lmaydimi? Ular buni tabiat deb tushunsa, biz Alloh taolaning kamoli qudratining namoyandasi deb tushunamiz. Demak, koinotni tabiat yaratgan deydigan bu javobmi yuqorqisidan qilishmaydigan bema'ni javobdir. Koinot va uningdagi shaylar tasoddifiy yaratilib qolgan. Ya'ni koinot va uningdagi shaylar aslida atom zarralaridan iborat bo'lib, ular ushtumti harakatga kelish orqali bir-biri bilan tasoddifiy butunlanish natijasida koinot vujudga kelgan deyish. Undaqda quyoshning moddalari issiq moddalardan iborat bo'lib, quyosh dunyoga issiqlik va yo'riqlik beradi. Yer shari va boshqa planetlarning moddalarida issiqlik moddasi yo'q ekanligi hammaga ma'lum. Tasoddifiy bo'lgan ishlarning plansiz va nizomsiz holda ushtumti maydonga keladiganligi aniq bir masala. Qandaqlarcha issiqlik moddalari tasoddifiy holda hammasi bir yerga kelib quyoshga aylanib qoldi. Yer sharidan boshqa planetlarda suvning yo'qligi va u joylarda jonliqlarning yashamaydiganligi hammaga ayon bo'lgan bir ilmiy haqiqat bo'lgan yerda suv qandoq bo'lib boshqa planetlarda bo'lib qolmasdan tasoddifiy jonliqlar yashaydigan yer sharida bo'lib qolgan. Koinot va uningdagi barliq mavjudotlar bir xil inchki nizom va mukammal bir qonun sistemasi bilan harakat qiladi. Tasoddifiy bo'lgan ishlar biz yuqorida aytgandek nizomsiz va plansiz bo'ladi. Bu holda koinot va uningdagi mavjudotlarning harakat qilishidagi nizom va qonun sistemalar nadin keldi? Tasoddifiylik o'zida bo'lmagan nizom va qonun sistemalarni koinotga qandoqmi bera oladi? Demak, koinot va uningdagi shaylarni tasoddifiy paydo bo'lib qolgan degan javob haqiqatga uyg'un kelmaydigan, hech qanday ilmiy asosga bo'linmagan safsatadir. 4. Koinot va uningdagi barliq shaylarni Alloh taolo yaratgan deyish. Yuqorqi 3 xil javobning hech biri ilmiy asosga bo'linmaganligi va aql mantiqiga uyg'un kelmaganligi sababli rad qilinganligidan ma'lum bo'ldiki, koinot va uningdagi jonliq, jonsiz barliq shaylar ilm hikmatlik va cheksiz qudratlik, komil bir zot tarafidan
intayin inchki nizam va puxta planlar bilan yoritilganligi shak qabul qilmaydigan birdan bir haqiqatdir. U zot bo'lsa-mu Alloh taolodir. Uning ustiga Alloh taolo koinot va uningdagi jonliq jonsiz butun shaylarni o'zining yaratganligini e'lon qildi. U mundoq deydi: "Zalikumullohu robbukum la ilaha illahu, xoliqu kulli shay'in fa'buduhu va huwa ala kulli shay'in vakil." Ya'ni ana shu Alloh sizlarning Rabbinglardir. Uningdan boshqa iloh yo'qdir. U hamma narsaning yaratquchisidir. Undaqda uningga qulchilik qilinglar, chunki u har narsani qo'g'dab turg'uchidir. Tarixdan buyon Alloh taolodan boshqa hech kim koinotni men yaratdim deb da'vo qilgani yo'q. Chunki Allohdan boshqa yaratquchi yo'q-da. Allohdan boshqa biri koinot yoki uningdagi shaylardan birarsini yo'qdan bor qilgan bo'lsa edi, u albatta o'zini e'lon qilgan va uning shuhrati dunyoga pur ketgan bo'ladi. Masalan, tokni ijod qilgan Edisonmu o'zining tokni ijod qilganligini e'lon qilmay qolmagan. Agar Alloh taolodan boshqa quyoshni yoki oyni yoki bir jonliqni yaratgan birisi bo'lsa edi, u o'zini e'lon qilmay qolmaydi. Chunki har qanday ijodkor o'zining ijodiyatini va o'zini dunyoga to'nishtirishni xohlaydi. Demak, mavjudotlarni yaratishda Alloh taolodan boshqa bir yaratquchining bo'lmaganligi shuni isbotlaydi-ki, hammaning yaratquchisi yolg'iz Allohdir. Alloh taolodan boshqa yaratquchining yo'qligi munozir qabul qilmaydigan keskinlashgan birdan bir haqiqatdir. Alloh taolo mundoq deydi: "Va ma xalaqnas samawati wal arda va ma baynahuma la'ibin. Ma xalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharuhum la ya'lamun." Ya'ni osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'yin bo'lsin deb yaratganimiz yo'q. Biz ularni faqat haqiqiy bir maqsad uchun yaratdik. Lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Koinot va uningdagi jonliq jonsiz butun shaylarni Alloh yaratgan degan 4-javobni beruvchilar o'zlarining yaratilishdagi tabiatini saqlab qolgan va aqlning sadosiga moslashgan mu'min zotlardir. Ular hammani Alloh taoloning yaratganligiga iqror qiladi va Alloh taolodan boshqa hech qanday bir yaratquchining yo'qligini yaxshi biladi. Mana bu ularning qalb qatlaridan etilib chiqqan samimiy e'tiqod va pok his bo'lib, u bo'lsa-mu Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan munudinning inkosidir. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني yüzünü haq dinga Allah'ның diniga qaratqın ki, o insonlarni aşı din bilan yaratgan. Allah'ның yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Bu oyat har qanday insonning Alloh taolaning bir ekanligini asos qilgan haq din bilan to'g'riladiganligini ifodalaydi. İnson tabiatida Alloh taolaga ishonish eni tug'ilishdan bordir. Ba'zi chaqlarda, bo'libmi rohat farog'atlik chaqlarda insonlarning g'ofillik sababi bilan bu din ularning qalblaridan ko'tarilib ketadi. Hatto ular Alloh taoloni unutib ketadi. Ammo ularning boshlariga og'ir kunlar kelib, uningdan qutulish uchun chorasiz tugagan va atrofidagilarning yordamidan umid uzilgan vaqtda bu din ularning qalb qatlaridan portlab chiqadi. Shu vaqtda ular butun kamol ixlosi bilan Alloh taologa yuzlanib, uningga munojat qiladi. Uningdan yordam so'raydi. Bu insonlarning xarakteridir. Qur'oni Karim bu haqiqatni bayon qilib mundoq deydi: "Va idza massal insana durrun da'a robbahu muniban ilayhi, thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl." Ya'ni insonga biroz zahmat yetsa, Rabbiga yuzlangan holda uningga duo qilib yalvaradi. Ondan Alloh o'z tarafidan uningga ne'mat ato qilgan chaqda ilgari qilgan duosini unutib ketadi.